shaxs buzilishlari yaxshi yashashni bilmaydigan, boshqalarni yaxshi yashashga qo'ymaydigan insonlar. O'zi juda ham g'alati yashaydi. O'zi g'alati yashayotganligini bilmaydi ham. Ammo hayotda o'rni yo'q. Ishi doimiy emas. Qayerga ishga borsa ishlolmaydi. Ajrashgan. Sog'ligida muammolar bor. Pulida muammolar bor. Do'stligida muammolar bor. Atrofida muammolar bor. Insonlar shaxsiyati buzilgan insonlar. Bularning ichida agressorlar, uyalchanglar, xarakterida nuqsoni bor insonlarni shaxs buzilishlari deb ataymiz. Shaxs buzilishlarini biz asosan 16 yoshdan keyin tashxis qo'yamiz. Faqatgina bitta shaxs buzilishi bor, 11 yoshgacha, 6 yoshdan, 5 yoshdan 11 yoshgacha bu shaxs buzilishini qo'yib bo'ladi. Oppositionniy расстройство deymiz buni, antisotsial shaxs buzilishini bolalardagi ko'rinishi bu genda bor. Otasi ham shunaqa qamalib chiqqan, amakilarida ham shunaqa, bola ham shunaqa tug'ildi. Bu genda bor, tug'ma. Endi shaxs buzilishi bor insonlarni yuqorida aytib o'tgandek, nevrozdan farqi bu tug'ilganidan boshlab boshqacharoq. Bolaligimdan qo'rqoq edim, bolaligimdan uyalchang edim. Bolaligimdan o'zim olib qochar edim, bolaligimdan maktabda qo'l ko'tara olmasdim. Bolaligimdan o'rtoqlarim yo'q edi, bolaligimdan gapirishni yoqtirmas edim. Bu u insonni bir kunda bo'lib qolmaganligini dalolat beradi. Bir kunda bo'lib qolgani esa nevrozlar deyiladi. Bir kunda emas, yillar davomida to'lib kelgani ham nevroz bo'lishi mumkin, lekin u qachondir yaxshi yashagan. 22 yoshda, 26 yoshda, 28 yoshda yaxshi yashagan. Undan yomon bo'lib qolganligini bilsa bu nevroz. Bilmayapti, har doim shunaqa, har doim boshqalarga o'zini azobini o'tkazyapti, o'zi ham yaxshi yashamayapti. Yaxshi yashamayotganlarni o'zgalar biladi. 5 marta ajraganligini o'zi bilmaydi. O'zi aytadi, unisi yomon chiqdi, bunisi yomon chiqdi, bunisi gapimga kirmadi, bunisi bo'ysunmadi, bunisi kaltagimga chidamadi. O'zini oqlaydi. Nimaga men 5 marta uylandim demaydi. Va atrofdagilar bilishadiki, 40 ga kirdi, uylanmayapti, 46 ga kirdi, uylanish uchun shartlarini qo'yyapti. Bu shaxs buzilishi. Ovqatini boshqalardan ajratib yeyapti, xonasini quplab yurib, quplab chiqyapti. Bu shaxs buzilishi. Paranoidal shaxs buzilishi, shizotipik shaxs buzilishi, gistritsion, ya'ni demonstrativ shaxs buzilishi, isterik shaxs buzilishi, пограничное расстройство личности, ya'ni shaxsning chegaradosh shaxs buzilishi, narsistik shaxs buzilishi, obsessiv-kompulsiv shaxs buzilishi kabi 10 ta turi bor shaxs buzilishini. Endi shaxs buzilishi bittasi o'sha 5 yoshda qo'yilar ekan, otasida albatta bo'lishi kerak, tog'asida bo'lishi kerak. Ona tarafdan kelsa tog'asida bo'lishi kerak, onasida bo'lishi kerak, ota tarafdan kelsa otasida, amakisida yoki amasida bo'lishi kerak. 5 yoshdan tashxis qo'yilsa, lekin qolganlari 18 yoshda shunaqa shaxs buzilishiga ega bo'lar ekan, qanday kelib chiqadi? G'alatisi, hissiyotlisi, xavotirlisi qanday kelib chiqadi? Qanaqa qilib inson qo'rqoq, xavotirli bo'lib qoladi? Qanaqa qilib u agressiv, baqiroq bo'lib qoladi, g'azabli bo'lib qoladi? Qanaqa qilib u inson o'zini ko'rsatadigan, namoyon qiladigan bo'lib qoladi? Qanaqa qilib u inson o'sha shubha gumon bilan yashaydigan bo'lib qoladi? Bilsalaring, o'sha Chexovni o'sha Человек в футляре degan bir yozgan asarida o'sha Человек в футляре degan inson yozda ham hali o'ranib yurishi, xuddi nima deydi, hamma narsasi qolipda ekanligini batafsil yoritib beradi.
ana shu shaxs buzilishini Chexov juda ham chiroyli yoritib bergan. Bu inson kimlarda bo'ladi? Bu insonni shaxs buzilishiga aylanib qolishiga kimlar ta'sir qiladiki, u inson shunaqa bo'lib qoladi. Sizda mendan farqi, siz tarbiyangiz. Qo'shningiz sizdan farqi, uni onasi boshqalik. Bir xil pomidor yeyishlaring mumkin, shaftoli bir xil yeyishingiz mumkin, uyingiz katta-katta kichkina bo'lishi mumkin. Bu insonning shaxsiyatini shakllantirmaydi va u insonni shaxsiyatini to'liq belgilamaydi. To'g'ri, bir azobli, uysiz joyda yashaganlardan qanaqadir psixologik travmalar bo'lishi mumkin, lekin o'rta miyona yetishganlik darajasida yashaganlardan o'z-o'zidan shaxs buzilishlari paydo bo'lmaydi. Ya'ni shaxs buzilishiga birinchi aybdor bo'lgan ta'sir qiluvchi mexanizm bu uning yaqinlari va yaqinlarini o'tkazayotgan ta'sirini oqibatda paydo bo'ladi. Yaqinlarning o'tkazayotgan ta'sirini bir so'z bilan aytganda tarbiya deb ataymiz, tarbiya mexanizmi. Bu qanday odamlarda shaxs bo'lishi mumkin? Turli odamlarga shaxs buzilishi mexanizmi turlicha kechadi. Ko'pincha shaxs buzilishlari o'smirlik davrlarida, shaxs rivojlanishida, ulg'ayishida davom etayotganda boshlanadi. 18 yoshdan o'tgan insonlarga shaxs buzilishi degan tashxisni psixiatr tarafidan qo'yiladi. Klinik psixolog qo'yishdan avval psixiatr bu tashxisni qo'yib berishi kerak. Sababi bu joyda differensial diagnostika, katta psixiatrik kasalliklar, shizofreniya va unga o'xshash kasalliklardan biz psixiatrlar differensiallab berishimiz uchun shaxs buzilishiga birinchi navbatda psixiatr tashxis qo'yib berish kerak. Masalan, paranoid shaxs buzilishidagi shubha gumonlarni gallyutsinatsiya va psixoz darajasida ekanligini psixiatr aniqlay oladi. Shuning uchun hurmatli psixologlar, hurmatli klinik psixologlar shaxs buzilishi diagnozini qo'yishdan oldin shoshmang va bir psixiatr bilan maslahatlashish kerak ekanligini, birinchi tashxisni psixiatr qo'yib berganligi ma'qulligini o'zingizga bir dastur qilib oling. Yuqorida aytganimdek, antisotsial shaxs buzilishi erkaklarda ko'proq uchraydi. Chegaraviy, ya'ni pogranichniy расстройство личности, isterik shaxs buzilishi, qaram shaxs buzilishi ko'proq ayollarda uchraydi. Qaram, ya'ni tobe shaxs buzilishlari ayollarda ko'proq uchraydi. Shaxs buzilishlari qanchalik keng tarqalgan. Endi bu ma'lumotlarni birinchi Amerika olimlari yaratganligi uchun odamlarning ichidagi statistikani ham Amerika olimlaridan olishga majburmiz. Kattalarda taxminan 9% da shaxs buzilishi mavjud. Dunyo aholisining 6% da shaxs buzilishlari bor degan statistikani bizga beryapti. Bu degani har 100 ta odamdan 9tasida bu kasallik mavjud. Chegaraviy shaxs buzilishi, antisotsial shaxs buzilishlari eng ko'p shaxs buzilishi qo'yiladigan tashxislar hisoblanadi. Bu shaxs buzilishlari kimlarga ta'sir qiladi degan joyda qisqa lo'nda qilib aytib ketishim kerak. O'sha ta'sir, ya'ni shu bolani xarakteri shakllanib, ertaga qaysi xarakter bilan, ya'ni sog'ligimga qanday xarakterim bilan qarayman, o'zimga qanday xarakterim bilan qarayman, ishimga, mehnatimga, sevgimga, jinsiy hayotga yoki kitob o'qishimga, ilm olishimga, o'rtoqlarimga qanday qarayman degan narsani hammasi yig'indisi munosabatlar deb ataladi. Munosabatlar. Endi munosabat qilyapsiz, munosabat beryapsiz, sog'ligingizga munosabat beryapsiz, o'zingizga munosabat beryapsiz. O'zingizga bergan munosabatingiz ikki xil, yoki jazolovchi, yoki ulug'lovchi, yoki real. Buni otini Samatsenki o'ziga baho berish va o'ziga munosabat bildirish tizimi deb ataladi. Bularni hammasini yig'sak bitta yalpi
xarakter deyiladi. Xarakterning buzilishi shaxs buzilishi deb ataladi. Xarakterning buzilishi shaxs buzilishlari, fikrlash buzilishi, baho berish buzilishi, xulq-atvor buzilishi va uni harakatlari, xulq-atvor harakatlari buzilishi darajasiga olib keladi. Kimlarda bo'ladi? Yuqorida aytganimdek, bolalik travmalari, rad etilganlik, ya'ni bola rad etildi. Bola tug'ilishdan oldin tug'ilmasin deyildi. Qorindan boshlandi o'sha bola kerak emas deganlar. Rad etilganlik travmasi, tashlandiqlik travmasi, tug'ildi, birovga berib yuborildi. Zo'ravonliklar, ya'ni pastga urish, xorlash, adolatsizlik qilish va sotqinlik, ya'ni sotqinlik travmasi. Ona bolasiga sotqinlik qiladi. Sen yaxshi emassan, vafo qilmaydi. Sen yaxshimisan, yomonmisan, onayman, qaraydimaydi. Sendan anu yaxshi, sendan anu yaxshi deydi. Yoki bitta narsani bajarsa, unga bajarding, seni hurmat qilaman demaydi. Bajarsang bajaribsan deb unga bir past nazar bilan qaraydiki, shu bola hayotda qo'yayotgan qadamlaridan qo'llab-quvvatlash, hurmat, e'zoz, tushunish, mehr berish, kerak joyda unga yo'l ko'rsatish malakalarini olmaydi. Minus. Qusur, unsur. Va endi o'sha qusurlangan xarakter, men yomonman, men baribir yaxshi qila olmayman. Kelajakka ishonmayman, xavotirlanaman, hozir yomon gapirib qo'yadi, hozir ustimdan kuladi, hozir buni hammasi doimiy bo'lsa shaxs buzilishlari deyiladi. Demak, shaxs buzilishlari uzoq davom etgan psixologik travmalar ta'sirida paydo bo'ladigan xarakterni o'sha yaxshi yashamaslikka, o'sha xarakter bilan dunyoda yaxshi yashamaslikka olib keladigan yo'l hisoblanib, bu yo'lning asosi insonlarni o'sha xarakter paydo bo'lishiga mas'ul bo'lgan insonlarni travmasidan kelib chiqadi. Bu ota-ona yaqinlari va o'sha bolani shaxs buzilishiga tayyorlab berishadi. Shaxs buzilishining asosi bu sizni atrofingizdagilar sizni shaxsiyatingizni buzib tarbiyalab berishgan. Ushbu ma'lumotlar sizga kerak ekan, demak sizda yoki sizning yaqinlaringizda bu muammolar bo'lib turgan shekilli. Agar siz va sizning yaqinlaringizda shaxs buzilishlari muammolari bo'lib turgan bo'lsa, biz sizga yordam beramiz. Bizga murojaat qiling. 95lik 166 26 62. Demak, bizni Facebookda, YouTube'da, TikTok'da, Instagram'da hamda YouTube platformalarida topishingiz mumkin va bizni veb-saytimiz orqali psixiatr.uz, narkolog.uz, doktorzebinson.uz platformalari orqali topib, quyidagi shaxs buzilishlar sizda bormi, yo'qmi degan testlardan o'tib, o'zingizga to'g'ridan-to'g'ri diagnoz qo'yasiz va bizga murojaat qilasiz. 95 166 26 62.